Assalomu alaykum. Mani ismim Akbar. Men tibbiy onkologman. YouTube'da, Instagram'da, Facebook'da kanalimiz bor. Bu kanalda podkast, tibbiy yo'nalishlarga doktorlar bilan kasallik to'g'risida va ta'lim to'g'risida, undan tashqari o'rgatuvchi videolar kasallikga bo'lingan sut bezi saratoni, prostata bezi saratoni, o'pka saratoni, oshqozon ichi saratonlari to'g'risida ma'lumotlar beramiz. Bu videolarni ko'rib odamlar qaysi to'g'ri yo'nalishda ketyapman, to'g'ri davolanishga yo'lidamanmi yoki yo'qmi degan fikrlarni qila oladi. Bu hamma o'rgatuvchi videolarimiz NCCN degan bir tashkilot bor Amerikada. Bu milliy onkologiya markazlarining uyushmasi deb tarjima qilsa bo'ladi taxminan. Bu veb-sayti ham bor. Hattoki biz ma'lum ingliz tili biladigan bemorlarimizga ham aytamiz. nccn.org patient resources ga kiringlar. Bemorlar uchun manba degan joyi bor. O'sha yerda PDF shaklida kasallik to'g'risida juda mukammallik bilan, juda to'liqlik bilan ma'lumot berilgan. Kasallik to'g'risida odam tushunadigan tilda oson qilib, doktor bo'lish shart emas, uni o'qib tushunish uchun shuni jamlab turib, eng asosiy qismlarini olib, qo'shimchalar bo'lsa, qo'shimchalarni qo'shib shunaqa video yasaymiz. Xudo xohlasa, buni Instagramda, Facebookda va YouTube'da hammasini ko'ra olasizlar. Bugungi olinayotgan video tanishish videosi edi. Kirish so'zi kabi, ya'ni kirish videosi bu kanalimizga. Kanalimizga marhamat, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, kolokolchikka bosib qo'yinglar, like bosishni unutmaymiz. Demak, videolarimiz hammasi fevralning oxirida, martda boshida paydo bo'ladi. Bu ijtimoiy tarmoqlarda sizlarni kirib kelayotgan Ramazonlar bilan tabriklayman. Hammaga omad, sihat, salomatlik, ko'rishguncha.